U nima? Nima u? Bu xazinani qo'lga kiritish uchun juda ko'p pulim va kuchim ketdi. Chiroyli shakl, antiqa uslub. O'rnatilgan haroratni nazorat qilish va vaqtini ko'rsatilgani bu. Va ingrediyentlarni joylashtiradigan joyi katta. Va u avtomatik muhrlanadi va ruhiy kuchga ega bo'ladi. Bu pechi zo'r ekan, xuddi tiridek. Jim bo'l. Yomonmas. Bir kun kelib men ham olaman. Chao, nima bo'ldi? Portlab ketdi, portladi. Tabletkalarni tozalash uchun ishtiyoq va kuch talab etilmaydi. Lekin e'tibor va sabr kerak. Dadam meni o'ldiradilar. Tinchog'iga qiyin bo'ldi. Undan tashvishlanma. Menimcha u maktab hovlisida yugurib yursa kerak. Bu 7 soat davom etadi. 7 soatdan so'ng hamma shotga yig'ilsin. Xo'p. Baqaloq, lekin aqlli va odamovi. Bunisi esa baqiroq, lekin kallasi yo'q. Uzoq vaqtdan beri tanovul qilmagandim. Yoshligimdan kuchsiz narsalarni yeb katta bo'ldim va asta-sekin jilla podshosi bo'ldim. Agar bu ishimni qaytadan boshlasam, men yana qaytish imkonim bo'ladi. Nimadir qilishingni bilgandim. Yaxshiyamki o'z vaqtida keldim. To'xta. Ahmoq odamchi. Men 5-qavatdan 4-qavatga sakradim. Bu esa to'g'ri pastga sakraverdi. Bo'tga qanday kelding? Chiroyli gaplashib olaylik. Iltimos, do'stlardek gaplashaylik, xo'pmi? 12 marta aylandi o'zi ham. Uni tanasi kuchli. Otajon, men misqozonni sizdan qarzga olmoqchiman. Iltimos, menga berib turing. Bu oilamizning boyligi. Men uni sinib qolishini xohlamayman. Mening bobolarimga o'xshab, pechdan foydalanmoqchiman. Chen oilasining sharafini oqlash uchun. Agar sen birinchi o'rinda olmasang, nima bo'lishini bilasan-a? Ha, bilaman, dada. Go'ha, tushuntirib beraman. Nega u o'zanda turibdi? Mana qimmatbaho pecham. Uni tezda yerga qo'y. Bo'l. Endi menga tushuntirib ber. Nima qilmoqchi eding? Uni hozirgi holatida uni boshiga shayton aralashdi. Sonron. Shahzodam Vongli, nega uni tanlading? Nima u mendan yaxshiroqmi?